Bu ko'rinish minglab yomon taassurot. Bu nima degan gap? Aynan yopiq turgan oynalarga nisbatan ochiq turgan oynalarda chang o'tirish holatlari juda ko'p kuzatiladi. Buni sababi aynan ochiq turgan oynalarda sirkulyatsiya ko'p, ya'ni havo aylanmasi. Havo aylanmasi kirdi chiqdi bo'lganda hisobiga chang ko'proq o'sha yuzada yopishib qolish holatini yaratadi. Bu holatlarda qolgan oynalarga nisbatan 4-5 baravarga ko'proq chang o'tiradi. Ko'ryapsizlar hozirgi holatda. Aynan sizda ham shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, aytaylik biznes binosi bo'ladigan bo'lsa, sotuvga ta'sir qiladi, mijozga yomon taassurot olib keladi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun doimiy ravishda tashqi fasadlarda tozalovni qilib turish kerak bo'ladi. Agar siz tashqi fasadingiz alkafon yoki oynalar bo'ladigan bo'lsa, chang o'tiradi, yomg'ir yog'adi, oynalarda, alkafonlarda va boshqa yuzalarda tuzga o'xshagan holatlar paydo bo'lib qoladi. Bu aytgandan keyin alkafon qismlaringizni, tashqi yuza qismlaringizni juda yomon holatga olib kelib qo'yadi. Faqat almashtirishdan boshqagina iloji qolmaydi. Bunga biz yechim beramiz. Gloss Cleaning tashqi va ichki tozalovlarni professional darajada tozalab berish xizmatimiz bor. Bemalol aloqa etsalaring bo'ladi, profil atmetika qilib qo'yaman, o'tib olishlaring mumkin. Bunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borish uchun obuna bo'lib qo'ying va maksimal darajada bu videoni tarqatib qo'ying.